Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Plus kanalida boshqa rasmdan ko'rgan video rasmini ko'rgan bo'lsanglar kerak mod deb qo'yganman. Mod aslida bormi yo'qmi shuni hozir sizlarga aytib beraman. Dreamliga 2026 o'yinida ko'p sinab ko'rgan, ko'pchilik juda ko'p sinagan. 26 har xil saytlarga kirgan, YouTubedan ko'rgan, o'rgangan. Hali oxiriga kelganda qanaqadir ilovalar tortish kelganda hech kim qila olmagan va hech kim o'sha joydan o't olmagan, shunaqa qilib dalasini mod qilishib olmagan. Xo'p, dalasi mod haqida gapiradigan bo'lsam, dalasi 2026 ning hech qanday mod ilovasi yo'q, mod fayli yo'q. Sizlarga tavsiyam hech qanaqa mod faylni yuklab olmanglar, yuklab olmanglar. Akkauntinglar banish holati 100% emas, 200% bo'ladi. Lekin unda qanaqadir tangolmas ko'p ham bo'lmaydi, shunchaki vaqtni muzlatib berish mumkin. Masalan, 0-daqiqada qoldirib berish mumkin. Bu ham faqat karyera uchun ishlaydi xolos. Live matchlarda bo'lmaydi, lekin tangolmas yig'ish xizmatlarini bilasizlar, tangolmas yig'ish bor. Va bugun men sizlarga shuni qanday qilishini ozroq tushuntirib beraman. Buning uchun avval dalasi ilovasidan chiqib ketamiz. Keyin xo'p, bizga ilova kerak bo'ladi. Uning uchun Play Marketga kirib olamiz va Play Market qidiruvga yozamiz Smart Auto Clicker. Xuddi shunday yozishlar kerak. Smart Auto Clicker deb va qidiruvni bosamiz ustiga. Qidiruvga bosgandan keyin ilovalar chiqadi. Ko'pchilik bularga bossam, men buni tanlab olishim kerak. Mana shu eng yaxshisi deb hisoblayman. Qolganlari bo'lmagan ilovalar va bu ilovani atiga 6 MB bo'ladi xolos. Вообще kuchsiz telefonlarda ham bemalol tortasizlar bo'laveradi. Tortasizlar. Biroz kutganlardan keyin tortiladi. Xo'p. Mana tortilib ham bo'ldi. Xo'sh. Ochish chiqdi. Xo'p, ilova o'rnatildi. Xo'p, ilovaga kirib olamiz. Va bu yerga Create New Scenario degan joyni yozamiz va Create New Scenario albatta Smartda degan joyni belgilab qo'yishlik. O'zi Smartda belgilanib turgan bo'ladi. Simple'da hech qachon belgilamaylar. Simple tangolmas yig'adigan, ishlatiladigan narsa emas. Shu yerga yozamiz va dalasi mod yozaylik. Video nomi dalasi mod bo'lgani uchun buni ham dalasi mod deymiz va saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash chiqadi. Xo'p. Play'da bosganimizdan keyin request permission degan chiqadi. Buni yozamiz va shuni yoqib qo'yishimiz kerak. Keyin yana bir marta chiqadi. Bu request permission. Bu yerga kiramiz va eng pastda turgan yuklab olingan xizmatlar degan joyga kiramiz va klikkarni ustiga bosib yoqib qo'yamiz va ruxsat berib qo'yishimiz kerak bunga. Xo'p, hozir men bekor qilishni yozib turaman va keyin esa buni qilganlardan keyin boshlash tezliklar avtomatik boshlanadi va men tayyor nasriga qilib qo'yilgan faylim bor. Xo'p, mana dalasi mod deb tayyor qilib sarf qilgan va bunga barcha kerakli narsalarni qo'shib chiqqanman. Yana bitta qo'shimchalar qilinadi bunga. Va buni playda bossanglar avtomatik ishlaydi. Bu video shunchaki shuni o'rnatish haqida edi xolos. Keyingi videoda albatta qolganlarni, ya'ni step by step, qadam-qadam qilib qayerga nimani qo'yish kerak, qanday qilinadi, qanaqa nastroylarni o'rgataman va tayyor ko'rib turgan tayyor fayllarni sotib olishinglar mumkin. Narxi atiga 20 ming so'm turadi. Buni sotib olish uchun shu videoning tagida Telegram lichkami qo'yib qo'yaman. Havolasini Telegramga kirib, Telegram lichkamga yozsanglar, aloqaga chiqsanglar, albatta atiga 20 ming so'm evaziga sotib olishinglar mumkin. Shunday qilib bugungi videomiz tugadi. Ikkinchi qism esa shu video. Xo'p, 200 ta yoki 100 ta
100 ta layk yig'sa 200 emas, 100 dona layk yig'sa ikkinchi qismini albatta chiqaraman. Shuning uchun layk bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'ling.